hali oshkora targ'ibga ruxsat bo'lmagan, oshkora da'vatga ruxsat bo'lmagan bir paytda asta-sekin atrofdagi Quraysh kofirlari bu narsadan boxabar bo'lib qoldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq qarshilik ko'rsatdilar. Eng achinarlisi o'zining amakisi bo'lgan Abu Lahab va uning ayoli qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu yo'ldan qaytarishga harakat qilib ko'rdilar. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini oldiga Alloh qo'yib qo'ygan buyuk vazifani bajarishlik uchun har qanday mashaqqat va mushkulga rozi edilar. Ana bundan keyin asta-sekin Abu Jahl va boshqalar, Utbalar, ular sekin-sekin o'zlari bu narsadan boxabar bo'lib, to'planib, majlis qilib, nima bo'lyapti? Yoshlarimiz qayoqqa qarab ketyapti? Nega butlarimizdan yuz o'giryapti deb g'azablanadigan bir paytda edi. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga keling Ka'bani oldida bir Qur'on o'qiylik dedi. Rasulimiz alayhisalom: "Ya Abu Bakr, hali Alloh bunga amr qilgani yo'q. Hali biz zaifmiz. Oshkora gapirmasligimiz kerak" deyishlariga qaramasdan Abu Bakr Siddiq Ka'ba oldida Qur'on o'qib yordilar. Bu yoqda turgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba va boshqalar ko'rib bir-birlariga qarab nima deyapti bu? Bizning Ka'bamiz butlarimiz atrofida Muhammad alayhisolatu vasallamda aytgan gaplarni aytyaptimi dedilar. Va u joyda payg'ambarimiz alayhisalom birga edilar. Ular kelib ularni ura boshladi. Aziyat boshlandi. Alloh bir deganligi uchun, Rasulimiz barhaq deganligi uchun kaltaklanishlik boshlandi azizlar. Ana o'sha joyda Abu Bakr Siddiq xijolat bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelayotgan toshlarni ko'krayi bilan to'sar, yuzlari bilan to'sar, payg'ambarimizga ozor yetmasin deb turar edi. Lekin birdan yiqilib tushdilar. Utba yugurib kelib qo'lidagi kovushini olib Abu Bakr Siddiqning yuzlariga chunonam urdiki, Abu Bakr Siddiqning burni sinib ketdi. Yuzlari shib ketdi, behush bo'lib qoldi. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qavmdoshlari